Hammaga salom, CMC Motors'ning hurmatli obunachilari. Bugungi obzorimizga Toyota BZ5 crossover liftback avtomobili haqida bo'lib o'tadi. Bu avtomobilimiz R21 diskali bo'lib, avtomobilimizga также Bridgestone ballonlari ham taqilgan. Bu avtomobilimizning dizayniga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimiz sportivniy dizaynda ishlab chiqarilgan hamda buni orqa fara, tormoznoy faralariga keladigan bo'lsak, juda ham idealniy bitta chiziq liniya bilan jihozlangan. Hamda bu avtomobilimizda orqa bagajnikiga keladigan bo'lsak esa, orqagi xona 463 litrni tashkil qiladi. Orqa bagaj juda ham keng. Bu avtomobilimizda ichki qismiga keladigan bo'lsak, salonga o'tirgandanoq birinchi ko'zga tushadigan необычный multirul hamda bu yerda Face ID bilan jihozlangan 15.6 dyumli katta monitor. Buni korobka передачasiga keladigan bo'lsak, необычный qilib, shaybali qilib ishlab chiqarilgan. Bu avtomobilimiz sideniyalari napa koja naturalniy hamda sportivniy qilib ishlangan sariq remellar bilan jihozlangan. Hamda bu avtomobilimizda panorama tom bo'ladi, также RGB podsvetkalari bilan jihozlangan. Bu avtomobil haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.